Assalomu alaykum. Meni ismim Inoyatova Lolaxon Muzaffarovna. Men fizioterapeut shifokoriman, geroterapevtman. Andijon shahrida tug'ilganman. O'zimni kasbimni juda ham sevaman va shu qisqacha nimaga bu kasb tanlaganimni aytib o'tmoqchiman. Bizda o'zi shu shifokorlar sulolasi, ya'ni meni rahmatli buvijonim, opa-dadam shifokor jarroh bo'lishgan. Onamlar hammasi ular ham shu yo'lda ketib, hammasi shifokor bo'lgan. 7 ta farzandni shifokor qilishgan. Onajonimlar kurortolog bo'laman deb yurganlar, shuning uchun ular shu fizioterapiyani tanlaganlar. Endi biz ham shifokor bo'lganimizda, yoshligimizda shu fizioterapiya, ya'ni sanatoriyada o'zi katta bo'lganmiz. Shuning uchun bizga juda ham fizioterapiya yoqadi va shu institutni bitirganda menga onajonimlar aytdilar, siz endi geroterapevt bo'lasiz, ya'ni zulik qo'yadigan shifokor. To'g'risini aytsam, menga u gap yoqmagan, men xohlamaganman. Lekin xo'jayinim shu farmatsevtika sohasida bo'lganlari uchun va o'sha ayni dori-darmonlarda shu Turkiya Gazi universitetida o'qiganlari uchun ularga juda ham yoqdi. Bu tabiiy, juda ham yaxshi usul, necha asrli, mana hozirgi zamongacha masalan shu narsa qo'llanib kelinmoqda. Ularga bu juda ham ma'qul bo'ldi va ular shu borib o'qishlarimni to'lab kelganlar. Shifokorlarni malaka oshirish institutiga borib shu kafedrada o'qiganmiz. Bu 2003-yildagi gap. Endi o'qib bo'lgandan keyin shu bemorlarim sekin-sekin kelib, shunaqa zudlikka o'qibsiz, o'rganibsiz, doktor bizga ham endi qo'ying deyishganda, to'g'risini aytsam men juda ham qo'rqaman, endi baribir tirik narsa. Lekin bilasizlarmi, shu ayni bemorlar menga shu metodga qandaydir mehrini qo'yishga sababchi bo'lishgan. Bittasiga qo'yganman, ikkinchisi qo'yganman, kim bilasizmi, ko'zingiz oldingizda shu bemor yaxshi bo'lib ketsa, xursand bo'lsa, boshqacha bo'lib kelganda va ketganda umuman xuddi ikki xil odamdek bo'lgandan keyin men shu zuliklarni, shu metodni shunaqa sevib qolgan. Mana haligacha 2003-yildan beri shu hattoki hozir ham mana zulik qo'yib kelib mana syomka qilyapmiz. Juda ham sevaman. Juda ham yaxshi ko'raman, nihoyatda hurmat qilaman. Shuning uchun hattoki farzandlarim ham, mana ular ham tibbiyot oliygohni bitirishyapti. Ularga ham albatta mana shu zulik qo'yishni o'rgatganman. Hozir Allohga shukr, o'zlari mana qo'yib yurishadi. O'zlarini necha yillik bemorlari bor va farzandlarim ham shundan minnatdor. Geroterapia bu juda ham katta ilm. Masalan, 18-asrda bu eng ko'p Yevropa tarafda shu narsa o'rganilgan. Biz mana shu ilmga asoslangan shu bilimlarimizni sodda tilda tushuntirib, chiroyli tushuntirib, shu xalqimizga xizmat qiladigan shu bilimli kadrlar yetkazdirsak, Xudo xolasa shu xalqimizga xizmat qiladigan, yordam beradigan bo'lishsa, albatta biz xursand bo'lamiz.